Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sevgi yosh tanlamaydi. O'zbek shou biznesidagi yoshi orasida katta farq bo'lgan mashhur juftliklar. Ubaydulla Omon o'zidan 30 yosh kichik qiz bilan oila qurdi. O'tgan yil O'zbekiston xalq artisti el-yurt hurmat ordeni sohibi Ubaydulla Omon 73 yoshda 44 yoshli qizga uylandi. U maktabda ingliz tili o'qituvchisi bo'lgan 44 yoshli Nilufar Sherova bilan oila qurgan. Aktyorning ilk ayoli esa 2018-yilda vafot etgandi. Yulduz Usmonova Mansur Agaliyev yoshini yashiradi. O'zbek primadonnasi Yulduz Usmonova turmush o'rtog'i Mansur Agaliyevdan bir necha yoshi katta, ammo xonanda bu haqida aniq ma'lumot berishni istamaydi. U turmush o'rtog'i bilan baxtli ekanligi va unga suyanib yashayotganini yashirmaydi. Eslatib o'tamiz, Yulduz Usmonova dekabr oyida 58 yoshni qarshi oldi. Lutfulla Saydullayev o'zidan 10 yosh kichik muxlisiga uylangan. Lutfulla Saydullayev turmush o'rtog'i Gulchehra Saydullayevadan ro'parasi 10 yosh katta. Lutfulla Saydullayev teatrda ishlab yurgan kezlarida Gulchehra Saydulayeva maktabda tahsil olar va aktyor ishtirokidagi spektakllarni tomosha qilish uchun teatrga tashrif buyurgan. Eslatib o'tamiz, Lutfulla Saydullayev 1940-yil, Gulchehra Saydulayeva esa 1950-yil Toshkent shahrida tavallud topgan. Shukrullo Isroilovning ayoli o'zidan 10 yosh kichik. Qiziqchi, Shukrullo Isroilov ayoli Maqsudaxondan 10 yosh katta. Shukrullo Isroilov 1970-yilda, ayoli esa 1960-yilda tavallud topgan. Juftlikning turmush qurganiga 32 yil bo'ldi. Uzoq yillardan buyon ilmiy ish bilan shug'ullanadigan Maqsudaxon Isroilova ayni kunlarda Toshkent davlat stomatologiya institutida talabalarga saboq beradi. Gulchehra Sharovdan 13 yosh katta. Ayni kunlarda AQShda istiqomat qilayotgan san'atdagi faoliyatini yakunlagan Gulchehra Sharovova turmush o'rtog'idan 13 yosh katta. Gulchehra 1981-yil, Sharov esa 1994-yilda tavallud topgan. Albatta, ularning oila qurishi oson kechmagan. Hozirda 2 farzandni tarbiyalayotgan juftlik AQShdagi eng baxtli oilalardan biri. Halimaxonim turmush o'rtog'idan 7 yosh katta. Qiziqchi, Halimaxonim turmush o'rtog'i Jaloliddindan 7 yosh katta. Halimaxonimning ta'kidlashicha, uyni ta'mirlayotganda turmush o'rtog'i bir necha yigitlar bilan ishlashga kelishgan. Dildora Niyozova turmush o'rtog'idan necha yosh katta. Xonanda Dildora Niyozova ham turmush o'rtog'i Latifdan bir necha yosh katta, ammo yosh o'rtasidagi talofut ularning baxtli yashashiga xalal bermaydi.